Qozam Afg'ani. Bu əsərni kəlgüsüdəki oğul qızımğa bağışlayman və dünyadakı barcha balalarga muhabbetlik salam yollayman. Qozam, sen gelişdən burun ana xili gepingni qilib bergan bo'lsa-mu, biz ancha tanışmaydik. Men seni ko'rib baxmagan. Sen kelgandan keyin bizga haqiqiy baxtning iznasini elib kelganingda men seni yaxshi ko'rib qoldim. Seni oxir ko'rdim. 3 yoshga kirding. Tatliqliging, tentakliging, beg'uborliging bizga bir narsalarni demoqchi bo'ladi. Sening ko'zlaringda jimi koinotga bo'lgan cheksiz muhabbatli bor edi. Yillar bara-bara seni cho'ng bo'lishga qistaydi. Lekin Qozam, biz sening mangu cho'ng bo'lmasligingni shu qadar orzu qilamizki, bu dunyo unchalik go'zal emas. Go'har kabi daqiqalar faqat bolalikdala kechmish bo'lib qoladi. Ishonsang, biz mushkamgacha tirishib yashab, sendan cho'ngroq xushallikqa erishib baxmadik. Cho'ng bo'lish nima degan qo'rqinchli ish. Sen cho'ng bo'lguncha biz sana so'zlamoqchi bo'lgan yolg'onlarimizdan oldin kechirim so'raymiz. Asli yosh bilan aqlning munosabati yo'q. Sen 18 ga kirmayla cho'ngib qolasan. Turmushning biz sana o'rgatgandekla oddiy emasligini his qilasan. Sana tirishqin deymiz. Chunki biz baxit tirishqanlarga mansub deb anglagan. Sana asraq axloq o'rgatamiz. Chunki biz odam bo'lishning boshqa usullarini anglamagan. Balkim baxit bilan tirishishning munosabati yo'qdir. Balkim odam bo'lishga unchalik axloq oz kelar. Ta'lim tarbiya balkim ortiqcha. Nasihatning ahamiyati balkim bor ya yo'q. Bizmo texicha javobsiz. Balkim dunyodagi hamma odam baxt izlash safarida xaritasiz sarsondir. Turmush eskiligi bilan, reallik razilligi bilan biznimi nurg'un arzu-armonlarimizdan kechtirdi. Tirikchilik imtihoni butun kuchimiz bilan pul tepishga majburladi. Keyingi kunlarda biz pul topdik, ammo ayni chog'lardagi arzularimizni topa olmadik. Aslida bizning sana rost gap qilg'imiz bor. Biroq jahonga baxmay iloji yo'q. Baxit talay badallarning kayniga yo'shirinib oladi. Uning uchun tirishish xato emas. Natija loyiq chiqmasligi mumkin. Biroq mushaqqatli jarayon sana boshqa nurg'un narsalarni beradi. Sen paydo bo'lgandala biz hayotning ishlarini andi-sanda tushunishga boshladik. Olam topolmagan hayotning qimmatini, olim anqirolmagan baxtning izohatini asli sen elib kelgan eding. To'g'ri deysan. Baxtning eng yuqori pallasi oddiylik ekan. Bizning olimimiz bu olamdan cho'ng bo'lsa-la yetar ekan. Shunga bizning gapimizni yaxshi anglab ketma. Ba'zida biz sana yaxshi bo'lsin deb xato ish qilib solamiz. Bizdan bak umid kutma. Yaxshi mo'jiza asosan yuz bermaydi. Bak umidsizlanib ketma. Hamon bir kuni qalbingdagi hamma savollarga javob topa olaysan. Faqat yuragingdagini tangsha, qolgan ishlar keyinning. Bizdagi eng cho'ng qo'rqinch bir kuni sen bilan xo'shishib ketadiganimiz. U chaqcha agar hayot seni harg'uzib etsa, ikkilanmay uyga kel. Anang bir vaqt oddiy taom etsin. Yegach birdan mo'ngdishayli. Bu baxtdan birdan huzur olmayli. Ovozda Qalbinur Obulasan.